şundoq bolsun deyişdiler. Rivayet kılınıptılar ki Al-Qissa. Assalamu alaikum. Hürmetlik көрермен, аңлармен. Al-Qissaga xush keldiniz. Bugün Al-Qissaning 6-qismi. Al-Qissa. Biz Uyg'urlarga Türkiy xalqlarga Moğollarga Moğollarga hatta Yaponlarga qarang'ulikning yo'riqini o'likning tirikini ko'rsatgan Oğuz yoki ayning bolasi edi. U Uyg'ur millatining otasi. U Uyg'ur millatining Xaqani imperatori. Uning ruhi bizning ruhimiz. Uning söygüsi bizning söygümüz. Uning cheksizligi bizning cheksizligimiz. Ayning bolasi degan vaqtimizda yana uni kunning bolasimi deymiz. Chunki ay nurini kundan oladi. Kun bo'lsa nurini qorong'ulikdan oladi. Shundaq bo'lganda ayning nuri qorong'ulikning nuridir. Biz ayning bolasi degan vaqtimizda Oğuz Xaqanning ayning bolasi ekanligini biz hozir mushu vaqtda demadik. Va shundaqla buningdan bir necha asr burun deyilmedi. Bu uzun zamanlardan buyon qadimki Uyg'urlardan tortib deyilayotgan söz. Yani Oğuz Xaqan ayning bolasi. Şuna biz bugünkü hatta naqshlarimizdami uning ayning bolasi ekanligini anglaymiz. Bizning xalq naqshlarimiz shundaq o'g'itadi bizga. Qani uning ayning bolasi, kunning bolasi ekanligini bu naqshidan anglaylik. Ayının valisi deyman, günün valisi deyman.
nakşını anladınız. Bu Uygur halk nakşısı. Ayının balısı deyimi, günün balısı deyimi. Siz hazır kelgiçe bu nakşını anlavatqanda çokum birinin yine biriga, yarıga aytib atqanligini tasavvur qilasiz. Amaliyotda bizning bu xalq naqshimiz ayının balısını kuylayotdi. Kunning balısını kuylayotdi. Bu naqshga diqqat qilsangiz 3 sifatni takrorlaydi, eskartidi. Birinchisi chiroyliqdan chiroyliqsan, ili bog' olmisi deymi. Menimcha bu ili bog' olmisi deymi degan keyincha qitilgan asli tekst sal o'zgartirilgan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lmasin, bu yerdagi eng muhim nuqta chiroyliqdan chiroyliqsan. Ya'ni ayning balasi bu Oğuz, bu aydın chiroyliqdan chiroyliq. Yani güzellerinin güzeli. Güzellik. Andın söyümlükten söyümlüksen, yüreknin parisi deyma. Hem söyümlük. Üçüncü sıfatı, kadirlikten kadirliksen, üzümnin karısı deyma. Bu yerde kadirlik deyil vatqa vaqtida, kadirlikten kadirliksen deyil vatqa vaqtida, üzümnin karısı deyma deyilgen. Üzümnin karısı. Bu yana bizge aydınını, qarangılıqni eslatadi. Demek ayның balası bizning bu ruhimiz, bu söygümüz, bu çeksizlikimiz, chiroyliqdan chiroyliq, suyumlikdan suyumlik, shundaqla qadrlikdan qadrlik. Bu ayının balası, kunning balası bizga qandoq yetib keldi bugunga. Buni bizning klassik shoirlarimiz yetkizdi. Buningdan 5-20 asr burun yaşagan bizning yetuk shoirimiz Alisher Navoiymi ayning balısını, kunning balısını munu beytide medileydi, küyleydi. Her qayan baxsam közümge ul quyoshdan nur erur. Her sari qilsam nazar ul ay manga manzur erur. Her qayan baxsam, her tarafga baxsam közümge kunning nuru görünüdü. Bu yerde biz, yaki siz, yaki u, kim bo'lishidin qat'iy nazar, ko'rgan narsamizning hammasi, bütün barliqlar, u nurdur. Eğer nur bo'lmasa, biz qarang'uliqdan boshqani ko'rmaymiz. Şuna keçide, qarang'uliqda bu nurni bizga ay yetkizadi. Ay quyoshning, kunning nurini aks ettirib
qarang'uligimizni yoritib, bizga yana her tarafga qarasak, barliqni, tabiatni ko'radigan qiladi. Navoiymi bu yerda oyning, kunning birligini, oy bilan kunning yo'ruqlik bilan qarang'ulikning birlik ekanligini bizga Oğuz Hakan'ın ro'yidan yetkazib berdi. Agar mushu kun bilan oyni yoki mushu oy bilan kunni yoki mushu qarang'ulik bilan yo'ruqlikni yoki mushu yo'ruqlik bilan qarang'ulikni yoki mushu oydinni bizning ajdodlarimiz bizga yetkazmagan bo'lsa, biz Oğuz nomidagi munu abzasni, munu tasvirini tushunmagan, tasavvur qilolmagan bo'lar edik. Hozir biz Oğuz nomining asli tekstidagi bu tasvirga qarayli. Bu Oğuz Hakan'ның tasviri. Oğuz Hakan, Oğuz tug'ilib, Aydın tug'ilib, Ay Hakan'dan tug'ilib, yeni tug'ilgan shu chaqlardagi tasviri bundaq keladi. O'sha o'g'ilning o'ngligi chirog'i ko'k erdi. Ağzı ataş qızılardı. Közleri al, saçları, kaşları kara erdiler erdidi. Bu tasvirga qarasangiz, Oğuz Hakan'ның o'ngligi. O'nglik degan so'zni bilasiz, bizning hozirgi zamon uyg'urishimizda bor. Ya'ni biz buğday o'nglik deb qo'yamiz, masalan. O'nglik degani butun gavdining tashqi qiyofatini ko'rsatadi. Bu yerda Oğuz Hakan'ның chiroyi deb turayli, yoki butun shu gavdasi chiroyi, taqi turqi ko'k edi deydi. Ko'k. Og'zi ateş qizil, o't qizil. Közleri hal, yani qizg'uch. Qaşları, çaşları qora edi deydi. Endi siz mushu tasvirga qarasangiz, yana bunun bir rivoyat, bunun bir efsane, bunun bir reallikdan yiroq bir xiyol ekanligini o'ylab qolasiz. Amaliyotda, masalan, alayliq qandoq qilib o'ngligi ko'k, ya'ni chiroyi ko'k bo'ladi. Ya'ni ko'k tug'ilgan bola ekan bu deb qolamiz, shundami? Lekin bu yerdagi ko'kmi? Undaq emas. Bu yerdagi ko'k Oğuz nomida ko'p eskartiladigan, masalan, ko'k nur, ko'k yo'ruq, ko'k bo'ra degandagi mushu ko'k shu. Bu rang emas, bu ko'k. Butun bo'shliq, yer zaminni, osmonni, butun barliqni o'z ichiga ilib o'rab turgan mushu bo'shliqni qadimgi Uyg'urlar ko'k deb atagan. Oğuz Hakan'ның gavdisi mana mushu ko'k shu. Uning og'zi ateş qizil, o't qizil, ko'zlari
qizg'uch va chochlari qora degan mushu tasvirni biz qandoq tasavvur qilamiz? Bu rasmga qarang. Bu rasmga qarasangiz, bu bütün mushu rasmni cheksiz mushundaq ko'rsangiz, mana bu ko'k shu. O'g'izning chiroyi, o'g'izning gavdisi, o'g'izning o'ngligi. Mushu ko'k. Endi mushu ko'kdagi qarasangiz, bunun etrafida, hatta o qizg'ushning oralig'ida qarasangiz, xuddi qoshlardek, o atrofdagilari, pastdagilari chochlardek ko'rinadi. Amaliyotda bu gugumning, shapaqning tartilgan surati. Ko'zlari hol deydi. O qizg'ushni ko'rdingizmi, hol ranglarni? Shapaqning, gugumning. Anandan keyin og'zi o't qizil. O't qizil deganimiz shu hol bulutlarning ostida chaqnab turgan shu ateş shu quyosh. Petayotgan quyosh, yo'qayotgan quyosh. Mana bu o'g'izning simasi. Yeni tug'ilgan shu o'g'iz, shu buvoqning simasi. Endi biz buni qandoq tushunamiz, qandoq ko'ramiz? Ahmetcan Osman'ın bir parça şiirida ağzımdaki koldurma degan şiirida mundaq deyilgan. Ağzımdaki koldurma ne bilseler, bizning qadimki zamanlarımızda bizning karvallarımız tögülerinin boyuna asıdığan qo'ng'iroqni koldurma deymiz. Mana shu koldurma bu yerda og'zimdagi koldurma deyilgan. Bu to'rt misra mundaq deyilgan. Tutashmoqda qalbimga shapaqning o'ti. Koldurlaydi og'zimda Tangri sükti. Bu yerdeki şafaq Arap söz, onun Uygurcası gugum. Mana şu gugum biraz burun biz resimde ko'rgan Oğuz Hakan'ın siması şu. Bu gugum yo'ruqliqning oxiri, qorong'ulikning boshlanishi. Mushu oxir va boshlanishda qorong'ulik bilan yo'ruqliq bir bo'ladi. Mushu gugum, mushu shafaq, mayli u tong shafaqqi bo'lsin yoki kechki shafaq bo'lsin, bizga qorong'ulik bilan yo'ruqlikni bir yerga keladi. Mushu birlik Oğuz Hakan'ның ikki yari, ikki qizi. Oğuz Hakan aşık bo'lgan ikki qiz, qorong'ulik qizi bilan yo'ruqlik qizi
birlikka keladi. Birlik hosil qiladi. Bir bo'ladi. Mana mushu birlik, mana mushu gugum, mana mushu shafaq Oğuz Hakan'ın ruhi. Mushu ruhni bizning edebiyatimizda, bizning naqshi muzikalarimizda qadimdan tortib toki bugungacha kuylanib keldi. Mushu ruh kuylanib keldi. Bu yoruqluq bilan qarong'ulikning birligi, mushu birlik lahzasi bu hem hayotlik bilan o'limning birlashgan vaqti. Chunki siz kechki shafaqqa qarasangizmi, kechki shafaqda ashundaq bir birlikni ko'rsiz. O'lim bilan qarong'ulikning birligi shundaqla, yoruqliq bilan qarong'ulikning birligi shundaqla hayotlik bilan o'limning birligi. Xuddi hayot o'layotgandek, o'lim tirilayotgandek. Mana mushu sima, Oğuz Hakan'ның siması bizge bizning milliy ruhimizdagi ikki cho'ng aloyidlikni taqdim qiladi. Biri güzellik, yana biri mum, hasrat. Lekin bu hasratni, bu mumni qandaqdir bir kishining, bir o'zlikning o'ziga yoki boshqalarga yoki qandaqdir bir arzu armonlarga ifodalagan mungi yoki hasrati deb o'ylab qolmang. Bu mung, bu hasrat mana mushu birlikning hasrati. Mana mushu shafaqning hasrati, mushu gugumning hasrati. Shundaqla bu hasrat yana bir tarafdan güzellik. Ve shundaqla bu güzellikning shunchalik qisqa lahzada paydo bo'lib yana yo'qaydiganligini hasrati ve mungi. Buni başka tillardimi yazgıçılar, şairlar, feylasuflar köp ifodalagan, eskartgan, ta'kidlagan. Mesela Fransiyaning mutafakkur yazgıçısı Albert Camus mundaq deydi. Unda hayat hem unda ölüm. Şundaqla ikkisinin arası da güzellik ve mum. Albert Camus Nobel Edebiyat mükafatına erişken Fransiyalik yazgıcı, danlıq yazgıcı. Mevcudiyetizm felsefesinin
vekillerden, asaslı vekillerden biri. Mana muşu feylasuf mu, muşu yazgıcı mu, muşu mutafekkir mu? Ölüm ve hayat, karangılık ve yorukluk, güzellik ve mumun gibini kılıyordu. Yine bunu bizning nakşılarımızda mı, muzikalarımızda mı anlayımız, tuyumuz. Mum yoki hasrat bizning xalq naqshlarımızda bo'libmi xalq naqshlarimizda to'limi ko'p ta'kidlangan bir tema, bir hissiyot. Lekin u kishilik hissiyot emas. Bir insonning, kishining o'zlik hissiyot emas. U shu inson tava bo'lgan millatning hissiyoti. U milliy hissiyot. Bu mung, bu hasrat bizning milliy mungimiz ve milliy hasratimiz. Abdurrahim Ahmedi'nin Yaro degan naqshisiga qarasangiz, anglasangiz, bu mung bilan tanışsınız. Ay aldığında gün keynimde hasret içinde hasret içinde Bana begem vay amanet Anladınız mı? Bu nakşa, Yaro, bizge mundaq deydi. Ay aldımda, gün keynimde, hasret içimde. Ay aldığınızda boğanda, gün keyningizde boğanda, ay sizge günning nurini yetkizadi. Günning nurini aks ettiradi. Shuning bilan qarong'uligimiz yo'riydi. Mana shu nur bilan, yorug'lik bilan qarong'ulikning birligida, sizning ichingizdagi mush birlikda mung bo'ladi. Hasrat bo'ladi. Mana shu ruh, mana shu ruh
Oğuz Hakan'dan sizge kalgan amanet. Muşu amanetni siz yarınızga al dep yapaysiz. Bu muңni yana Spinoza, feylasuf Spinoza mundaq tasvirleydi. Bir hem ayni narsa birla vaqtda hem yaxshi, hem yaman, hem ehmiyetsiz yoki beparvo bo'ladi. Masalan, muzika u muңluqlar uchun yaxshilik yoki yaxshi. U azod tutquchilar uchun yaman yoki yomonlik. Shundaqli u gaslar uchun na yaman, na yaxshi. Na yaxshilik, na yomonlik deydi. Agar siz gas bo'lsangiz, bu muңni anglayolmaysiz. Şuna bu muң siz uchun na yaxshilik, na yomonlik. Agar siz hazo tutquchi bo'lsangiz, bu yerdagi hazo tutquchi degan, ya'ni hasratning yoki muңning biz hozir so'zlayotgan, eskartayotgan Oğuz Hakan'ның ruhining bizga ato qilgan, biz Oğuz Hakan'dan miras algan ruhning muңi emas, balki o sizning o'zingizning muңi hasrati, o'zingizning arzu armonlariga yoki o'zingizning boshqa kishilarga bo'lgan muң hasrati bo'lsa, bu hasrat, bu muң biz davatqan bu muzikadagi muң emas. Bu Aydınның muңi emas. Faqatla siz haqiqiy muңluq odam bo'lsangiz, ya'ni sizda Oğuz Hakan'ның ruhi bo'lsa, mushu milliy ruh bo'lsa, mana mushu ruh sizga muң ato qiladi. Shuning bilan siz muңluq odam bo'lasiz. Muңluq Uyg'ur bo'lasiz. Bu muң siz uchun yaxshilik bo'ladi. Bu muңni siz yaxshilik deb qaraysiz. Chunki u oxirida go'zallikdir. Bu haqda hatto Aristotel mundaq deydi. Ulug' insonlar hamisha aslidilla muңluq keladi deydi. Ya'ni tegi taktidan muңluq inson, tegi taktidan deganda ruhidan deb tushunsangiz bo'ladi. Ruhi, ya'ni sizning milliy ruhingiz tegi taktidan muңluqdir. Siz mushundaq muңluq inson bo'lsangiz, demak siz ulug' insonsiz. Aristotel shundaq deydi. Bu muң Aydınның muңi. Bu muң
aldığınızda ay, keyninizde quyosh bo'lgandiki mung. Bu mung o'gumning mungi. Tong shafaqining, kashki shafaqining mungi. Buni biz Uyg'urlar aydın deb atab keldik. Bu aydın hatta bizning naqshlarimizdami to'limi kuylanib keldi. Biz hozir ba'zilar uning tekstini Hamid Skendrop yazgan desa, ba'zilar yo'q uning tekstini Abdurrahim Ahmedi yazgan deydi. Ba'zilar uning muzikasini Palani ishladi desa, ba'zilar uning muzikasini Qudus G'ojamyorov ishlagan deydi. Bu naqsha aydın kechilar degan naqsha. Biz mushu naqshidagi munga quloq solaylik.
Bu nakşedeki müziksinin muğani ve tekstinin muğani anladınız mı? Duydunuz mu? Bu mu güzel mu? Bu herkes kaygı, haza mu emes. Bu güzel mu? Güzelliknin mu? Bu nakşıda şuna zılva avazın erkin kolumda anlar nakşanını elinin barçısıydı. Bu nakşını elinin barçısı anlaydı. Siz mu şu elinin barçısının biri. Bunu siz mi anlaysınız? Çünkü siz Oğuz Hakan'ın ruhi könglinizde, kalbinizde ornaşkan bir Uygursiz. Bu nakşıda aydın keşlerde baktım yolunga, sana bağladın, Rana talladım. Rana, bu gül, Rana gül. Bu gül Uygur milletinin simvoli. Bu gül Uygurlarının milli gülü. Bu gül mundakça itqa vaxtıda hakallık gülü, imparatorluk gülü. Bu ekrandan körgününüz Rana gülüdür. Bu gül hem renglerde boludu. Kördünüz mü nurunun renklerini, Rana'daki renklerini? Mana şu renklerinin hemmisi gün nurunun yaki quyoshdan ay aks ettirgen nurunun renkleri. Şuna aydın keşlerde bekip yolunga yaki baktım yolunga sana bağladın Rana talladım deydi. Bu Moğoluk nakşa. Hem de Rana yeni bir taraftan Yapullah'a karısanız Yapullah mı Rana'nı imparatorunun simvoli deydi. Şuna Japonya'nın imparatorluk bayrağı, imparatorluğun bayrağı siz ekranda görgen muşu bayrak şu. Bu bayrakның o'ttirsidagi avu gül Rana şu. Ve şundakla bu Rana'nı Oğuz rengide kılgan. Oğuz rengideki Rana. Ay bilen kuyaş, karangılık bilen yorukluk, ölüm bilen hayat. Bu birlik, bu söygü, bu çeksizlikni yine yokalgan cennet dastanının aptori John Milton mu küyligen. O mundaktaydı. Sersan mum ve
ay urgan saranlık. Yoki ay soqqan saranlık. Bu yerga qarasangiz, ay urgan saranlık. Yani sersan mung nereden keladi? Ay urgan saranlık. Ay soqqan saranlık. Bu yerda mu John Milton bizge mungni bizning mungimizni so'zlayotgandek so'zlaydi. U bo'lsa-mu ay soqqan saranlık. Xuddi biz jin soqibdi, jin uribdi degandek, bu saranlık, bu mung jin soqqan, nima ay soqqan saranlık. Aydınning mungi va aydınning saranlığı. Bu yerda bir muhim nuqtaga diqqat qilishimiz kerakki, sarson mung. Bizning milliy mungimiz, bizning ruhimizning mungi, ruhimizning hasrati, u ma'lum bir narsaga bo'lgan mung va hasrat emas. U cheksizlikning mungi va hasrati, söygünün mungi va hasrati sifatida u sarson bo'ladi. Sarson keladi. Şuna bizning milliy mungimiz bilan sizning qayg'u hasratlaringizni farqlantirishingiz to'g'ri keladi. Bütün siz anglagan hozirgi naqshalarning ichidagi mung, mushu naqshalar sizga kuylayotgan mung, u sizning kishilik hasratingiz emas. U sizning ruhingizning mungi. Milliy ruhingizning mungi. Söygünüzning cheksizligingizning mungi. Yozuvchi Scott Fitzgerald yana bu mungni mundaq tasvirlaydi. 15 yoshda tongning chaqnishi bo'lsa sizda, 20 yoshda ayning yaltirishining mungi sizda boshlanadi deydi. Fitzgeraldning bu so'ziga diqqat qilsak, 15 yosh o'smirlik yosh. Bu o'smirlikda, insonning o'smirligida mung bo'lmaydi. Lekin u tongning, ya'ni tong shafqining chaqnishi bo'ladi o'smirda. Lekin 20 yoshga kirgan vaqtingizda, ya'ni mundaq aytgan vaqtida siz o'smirlikdan halqib yoshlikka kirgan vaqtingizda, andin sizda ay yaltirishining mungi paydo bo'ladi. Shu mung boshlanadi. Bu mung biraz burun biz eskartib o'tgandek, sizning kishilik o'smirlik chog'laringizdagi mung hasrat bo'lmaydi. Bu sizning bir millatning a'zosi sifatidagi milliy mungingiz bo'ladi. Buni bu mungni, bu hasratni, bu qarang'ulik bilan yo'riqlikning birligini, bu o'lim bilan hayotning birligini, bu aydinni, bularning hammasini bizga bugungi çağdaş şairlerimizden u vafat bo'lsa-mu, bizga mushu tuyg'ularni, his tuyg'ularni, mushu ruhni bunu she'rda qoldirib ketdi. Biz Xo'ja Muhammadning bu she'rini anglaylik.
Ey ko'nglim to'xtama hasrat chekishdan. Azobliq naqshiga salg'in sen quloq. Mendarga esilgan qorong'u tangda hayotliq naqshisi yangraydi uzoq. Bir qadah o'limdan o'zga nima bor? Hayotning bizlarga bergudek yana. Ey ko'nglim men o'lgan quyoshliq tunda qaynar shod cho'qonlar, qaynar tantana. Oxirgi daryoda yuyinar aydın. Açar hem yüzünü niqablar axir. Ey ko'nglim men o'lib tuproqqa kirsam, hayotni quchoqlab qalar bu she'r. Bizning milliy ruhimizni, bizning söygimizni, bizning cheksizligimizni, bizning milliy shoirlarimiz saqlab berdi ve bizga yetkizdi. Mana bu Hoca Muhammed bizga bu she'rda shuni yetkizib o'tadi. Bu she'ri qarasangiz, anglasangiz, bu she'rni anglasangiz, bu Oğuz Hakan'ın biz bu programımızın beşide esketken aşu simasını to'xtamay ta'kidlab turdi. Meyli o quyoshliq tun bo'lsin, Hoca Muhammed'nin til bilan aytganda. Ya bo'lmasa qorong'u nur bo'lsin. İkisi bizning muğumuz şu, bizning hasratimiz şu, bizning milliy muğumuz, milliy hasratimiz. Şuna Hoca Muhammed bu she'rda ko'ngilga xitob qilib, Uyg'urning ko'ngliga, Uyg'urning milliy ko'ngliga xitob qilib, o'ziga emas. Ko'nglim degan vaqtida Hoca Muhammed özünün ko'nglini, özünün yürəkini degini yo'q. Özünün ko'nglini, özünün yürəkini ko'nglim deb atamaydi Hoca Muhammed. Bu yerdagi ko'nglim bizning milliy ko'nglimiz. Uyg'urlarning ko'ngli. Mushu ko'ngilga xitob qilib turib, Hoca Muhammed hasrat chekishdan to'xtamag'in dedi. Hargiz to'xtamag'in dedi. Mana mushu hasrat, mana mushu mum bizga ruhimizni, söygimizni, cheksizligini saqlab berdi. Shunga bizning xalq naqshlarimizda hasrat chekish degan bu ibora to'limi ko'p ta'kidlandi. To'limi ko'p takrorlandi. Biz buni hozirgi zamonda kishilik hasrat, özlükning hasrati deb o'ylaymiz. Shunda qaraymiz. Amaliyotda bu butunlay xato. Bu ruhimizning hasrati. Hozir Serbiyalik bir naqshchi, Serbiyalik Leyla degan bir ayol naqshchi bizning hasrat chekdim degan naqshimizni simfoniya bilan o'rindalgan şekilde bizge aytib berdi. Qani, anglaylik. Rüya
Muşu muң bizning muşu muңimiz. Agar kishilik muң bo'lgan bo'lsa, o'zlikning muңi bo'lgan bo'lsa, bu muzikantlar ve bu naqshchi buni tuymagan bo'ladi. Bizning bu muңimiz ruhimizning muңi bo'lganligi uchun bu muң bularning yurikining tarini çekti. Şuna muşu simfoniya bilan çelip aytyapti. Bu naqshiga qarasangiz men seni pana tatip ayvanыңda yatayımı, 6 günlük alemde senin derdini tatayımı deydi. Bu yerde dert tatış, yani esret çekiş, muң. Ayvan ne bilirsiniz? Ayvan, hatta ay degan sözden yasalgan. Bu balkon, hazırkı zaman tilimizde balkon deb ataymiz. Men seni pana tatip balkonunda yatayımı, ayvanında yatayımı. Bu yerde kimni pana tatip atamiz? Ayni pana tatip atamiz. Şuna balkonga chiqamiz. Ayvanda yatamiz. Ayni ko'rib, ayga qarab yatamiz. Mushu aydin milliy muңimizni tuyimiz. Şuna 6 günlük alemde senin derdini tatayımı deymiz. 6 günlük alemde deganni hozirgi bizning Uyg'urlarimiz mushu naqshni anglagan vaqtida hadi mushu o'tkinchi mushu fani dunyoda nihoyat qisqa zamonda yashab o'lib ketadigan mushu dunyoda ey Fukuni sening derdini tatayımı deb tushunamiz. Amaliyotda bu undaq emas. 6 günlük alem Kur'an'da Allah asmallah bilen yani 6 günde yarattı deydi.
bütün kainatni, bütün cihanni Allah 6 günde yaratkan. Mana muşu bütün kainat, muşu bütün cihanның әсіртini çekemiz. Biz Uygurlar. Onun için muğlanımız. Bırak bu muğumuz güzel muğ. Şuna muşu nakşide aytılgandek yana işençim sana kamil, ümit üzmedim senden. Bizning işençimiz, bizning milliy ruhimizga, bizning milliy sevgimizga ve bizning milliy cheksizligimizga bo'lgan ishonch. Bizning bu ishonchimiz komil. Shundaqla biz bu ruhdan, bu sevgiden, bu cheksizlikdan ümit üzmeymiz. Bugünkü programımız şunun bilen ahırlaştı, hürmetli görermen, anlarmen. Xeyr hoş, aman bolun.